أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bugünkü dersimiz ikinci kısımdaki ahirki ders mezhebi fil hayah. Bu Ahmed Lutfi Es-Seyyid degan şu mutafakkirninki yazgan maqolasi ekan. Bu öz davrida yaşagan Misrlik mutafakkir faylasuf. Arab edebiyotining Aflatoni deb ta'riflangan. Yangi davrdagi munavvarlik aqartish harakatininki boshlamchilarining birisi. Qahira universitetini quruvchilarining birisi. Bu faylasuf o'zining hayot tutgan yo'lini, yashash falsafasini bayon qilib yozgan maqola ekan. Mezhebi fil hayat. Hayotga tutgan yo'lim demakchi. Bu 1800 yilning oxirida, 1900 yilning boshlarida yashagan. Qahira Üniversitesi undan ilgari boshqa qismda Al-Alsun, undan keyin Jamat Fuadil Awwal deb atalgan, keyin Jamatul Qahira deb o'zgartirilgan. Dastlab shu maktabni qurish uchun zo'r kuch chiqarganlarning birisi. Husayn bilan Talat Harb masalan, Sa'd Zaghlul, ashul bilan birga yashaganlar. Vatanparvar ziyolilar. Lam as'al nafsi qabla al-yawmi an madhhabi fil hayat. Bugünde ilgari men o'zimdan hayot tutgan yo'lim nima deb so'rab baqmadim. Lianna ahdathul hayati shaghalatni daiman an hadha al-lawn min al-falsafa. Chunki turmushninki turli voqealiklari bu turli falsafaviy savollardan meni mashg'ul qilib qo'ygan. وهذا السؤال الذي يلقى علي الآن ما تشلمتكم مش سؤال هذا والذي يضطرني إلى التفكير في هذه الفلسفة ساعة من النهار من مش فلسفة يعني hayatta qaysi yo'lni tutmaydigan mushu hikmat felsefada o'ylanishga majbur qilayotgan narsa shu. Meni shu kunduzdan ma'lum soat o'ylanishga majbur qilyotdi deydi. Falsafa degan bu hikmatni bilish degan bo'ldi. Hikmat so'zini, hikmatni bildigan kishilarni faylasuf, danishmand deymiz. Bu qadimgi Gretsiya tillaridan kelgan so'z. Wa yahmiluni ala an astarida sirati kullaha. Sirati degan men tarjima oldim. Bütün kechirmishlarimni hammani oldimda shunda yeb ichishimga zo'rlavotdi meni deydi. Yahmiluni degan meni shunga ilib bordi. وأحاول ردها إلى الأصول التي صدرت عنها دائما في كل ما عملته وفي كل ما فكرته. باش ترجمة izlerimning nereden kelib chiqqan bo'lsa asli manbasiga yandurishga tirishiman deydi. Qilgan ishlarimning hammasini, o'ylagan o'ylarimning hammasi asli nereden kelgan, qanday o'ylab, menda o'ylab, menda ish qildim deb asli tigini surish qilishimga meni ilib ifade. Ve usulun faradaha aliyyel mizacul ladhi futirtu alayh. Bu aşında asli tigi yıldızları nimede ibaret dese, men asli tiginden yaratılgan tabiat keltirip çıkargan yıldızlar deydi. Benim tabiatimde aşında yaratılgan. Vel hayatul lati faradatha alayya. Yani turmuşmu bana tangan, mecburluğan turmuş tabiatımı umubadid. Ve ala gayri minel Mısriyin. Yani menden başka Mısırlıklar. Bana ve menden başka Mısırlıklara turmuş, bana mecbur yaşatkızgan turmuş ehvalım var. Bana ve menden başka Mısırlıklara mecburlangan hayat terzi demek için. Nime mecbur kıldı ise zuruful hayat siyasiye. Hayatın siyasi turmuş, ictimai turmuş ve akli turmuşun şeraitleri. Zuruf diyen şeraitleri, ehvalleri. التي أحاطت بنشأتها ومشو شرائطla aşı turmuşның kelip çıkışını etrafında korşap tuğan. وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْنَا إِلَى الْآن. Hazır kadar bizge türlük bunda siyasi, ictimai ve akli vaziyetlerini şekillendirip kelgen. Yani zuruf diyen yani vaziyet, ahval, şerait. وَقَدْ نَشَأْتُ صَبُورًا جَلْدًا. Men naite sabır takatlik, çidamlık yetilgendim. Celda degan mazmun çidamlık. Alqal havadisa gayra muzdarin laha. Men vaqaliklar, turlik dush keladigan vaqaliklarga dadillik bilan yo'liqaman dedi. Gayra muzdarin laha. Uni sal chaqlamayman, kichik ko'rmayman. Izdara degan ko'zgilmidi degandek. Qanday vaqa bo'lsa, men uni ko'zga ilmay, mendan o'qimay, unga jiddiy qarayman demoqchi. Wala muhmilin awaqibaha. Uning oqibatlarini ko'zdan saqit qilmagan holatda. Walakinni alqaha fil vaqt nafsi.
في غير جزع ولا هلع. Lekin ayni vaqtda men ash voqeliklarni aladi o'diqish yoki qo'rqib ketish, alaqzad bo'lash, jaza degan sabrsizlik. Shunda biz shunda Alloh voyjonda vaqirib bo'lgan ma'ni jaza. Buning ta'tiri sabr yoki jalab. O'ks yo'q deymizmi masalan? Asallam qo'rqib voyjonda ketgan. Innal insana xuliqa halu'a va idza massahu ash-sharru jazu'a. Unda yamanlik kappochi Alloh voyjonda voysiraydigan. ولم أكد أقرأ فلسفة القدماء من اليونان والعرب والمحدثين من الأوروبيين. من قديم كلانın felsefesini, قديم كلا dediğimizden mesela Gresyalıklar, Araplar, şuların felsefesini okumayla والمحدثين من الأوروبيين ve yakın zaman Avrupalıklarının felsefelerini okumayla hatta qawiya sultan hadal mizaj ala nafsi. Muşum mijazninki mana bu hukmronlikka kuchib ketdi deydi. Muhdathin degan yangi paydo bo'lgan mutafakkirlarni demoqchi. Shunga mushi yangilik bir xil falsafaviy iqim bu. Buni arabchada hadasa deymiz. Men ahdasa fi amrina. Asli shu anda yangi paydo qilgan demoqchi. Lekin burunqi falsafa iqimlari qolib qoldi shunama. Ul muhdathin deganimiz yangi falsafiy iqimlarni keltirib masalan Descartes, Jean-Paul Sartre. Mushu falsafa o'qimasa nima bu deb bu odammi yoki tumimi uni o'qimaymiz. Masalan Hegel'damda o'qirchi. Hegel. Shunda yangi paydo bo'lgan falsafiy iqimlarning unisini o'qimayla o'zimniki mushu tabiatning mana bo'lgan hukmronlikka kuchayib ketdi deydi. ووجدت لي شخصية تستقل بنفسها عن الحوادث والناس. من o cemiyet kişiler kanda oylusu şunda oylap kanda tahlil kılışında bunda mağdan bulakmamdım. Hadislerden ve bütün halayıklardan ayrım müstakil alıp da üzüldüğüm bir ayrım karakterim var, ayrım tefekkür üslubum var bunda yetildim dedi. Ben aslında özümün ayrım bir karakterlik ikenlikimni gördüm. La tefna fi şeyin ve la terhabu ahada. Bir narsada o'zini yo'qitib qo'ymaydigan va bir kimdan qo'rqmaydigan. Jamiyatdagi ishlarning ta'siriga uchrab ketmay, salmoqlik bilan tafakkur qiladigan bo'lib yetishdi demoqchi. Va ra'aytuni u'minu bil aqli imanan shadida. Men shunda yetilib ketib masalan 15 yosh, 16 yosh, 17 yoshga bunda vaqtlarimda uni o'qidim, mustaqil tafakkur qila oladigan bo'ldim. Shunda ketib o'zimninki aqlga favqulodda shunda ishinib ketganligimni ko'rdim deydi. Men o'zimni bunda qilayotganligimni ko'rdim. Yani bu degani masalan 10 necha yoshlarimda uni o'qidim. Mening bunda xarakterim yetildi. Mümkün 17-18'e kirgan vaqtida o'zimning bunda nima qilganligini his qildim. Bunda bo'libdimi? Uniki bunda bo'libdimi demoqchi. Yarachlar va ra'aytuni o'zimning bunda qilayotganligimni ko'rdim deb iborat so'zlash shu. Hadislardan ko'p keldi. O'zimni bayqadim. O'zimning bunda ekanligini his qildim, ko'rdim demoqchi. Aqlga qattiq ishinib ketgan holatni ko'rdim. Balki men yozuvchininki islom aqidasi unda bir kuchli qolma shu g'arb faylosoflarininki madrasalarga tava iqimlarning ta'siriga uchrab ketgan bo'lishi mumkin. Yani bu kitapta o'qigan ba'zi yozuvchilar hammasining aqidasi unda sog'lom, hammasining ko'z qarashini oldigan unda gap yo'q bu kitapda. Mesela bazı tasavvuf nurlarını okuduk, bazı cahiliyet nurlarını okuduk. Cahiliyetninki mesela şunda bazı bir naçar ahlak tasvirlengen şiirlerini okuduk mesela. Ama manda felsefeninkinisini okuduk, Alıqı Nakşi müzikçinin okuduk. Biz bundan Arap dilini işletiş üslupları, onundan başka hayattaki her sahadaki malumat tecrübelerini alımız. Lekin biz ulgu qilgan, to'g'risini oldiganlar shu Rasululloh va atrofdagi sahobalarning, uningki islom olimlarininki sog'lom aqida, yaxshi axloq ish izlari. Balki bir mazmundagi bir maqolani kesib olgan bo'lsa, buniki masalan ba'zi bir adabiy uslub, bunda bir yaxshi insoniy tushuncha bir narsani ko'zlab ekan bo'lsin. Uni ustiga mana yozgan odammi Majmu'ul Lug'atlarning raisi bo'lgan. Arab tilida ustoz hisoblanadi. Dangdar yozuvchi, mutafakkir. Arabcha qarasam ham uni shamol o'tmaydi. Shunga men yerda aqlga shunda iymon etdim degani, hamma narsani shu aqlni bir taraf qilaman deb aqlni mezon qildim demoqchi. Yani bizning diniy aqidamizda aql va unda naql va vahiy orqali kelgan bu ma'lumotlar masalani u ham bayon qilamiz.
Felsefe degan o'zining aqli bilan tayinda o'tirib, bu inson qanday dunyoga kelgan bo'libdi, bu dunyo qanday yaratilgan bo'libdi, o'lgandan keyin nima shular deb o'ylab buni deb baqidi. Mushu falsafa. Lekin naql vahiy sho'lisicha inson shu Odam alayhisalom yaratishlar unda yaratilgan. Anda havo nimaz, andan avlodlar paydo bo'lgan, suvni yaratgan, undan keyin bunda dunyoni yaratgan deb onundan haqiqiy to'g'ri ma'lumotni berib bilan bizning kallamizni avorlashdan qutuldirib qo'ydilar. Biz haqida o'ylasak, dunyoning qanday yaratilgani mumkin emas. Uni bilmaymiz. Chunki ko'rmagan. Shu tug'an bo'lsa, qarab tug'an bo'lsak-to'q, dunyo bunday yaratilgan. Gumida bir cho'ng portlash bo'libdi, o'kkida dunyo paydo bo'lib qolgan. Piyaletdi. Masalan, fizikchining cho'ng portlash nazariyasi bor-ku. O'zimda nima qilib, dunyo shu bunda birlam yaratilib qolgan deganga yaqinroq bir narsa xulosalab aytiladi. Cho'ng portlash nazariyasi. Endi bu kommunistlar masalan dialektik nazariyasida bunu biz ko'rmaganga nima ishonmaymiz. Hech tuyg'u bilan ma'lum bo'lmagan ishonmaymiz deydi. Ishonmagan dunyo qanday yaratilgan bu deb o'qiganda dunyo o'ziga bunda tasodif paydo bo'lib qolgan deydi. Sen tasodifiy paydo bo'lib qolgan ko'rganmiddan, usti tug'anmiddan? Yo'q. Undanki asli qoida bo'yicha, shuning o'lchim bo'yicha nima deyish kerak? Uqmayma deyish kerak. Men ko'rmadim, uqmadim. Dunyo qanday yaratilibdiki, men ko'rib boqmadim, tuyib boqmadim deyish kerak. Avvalo lekin bundan paydo bo'lgan deydi. Faylasuf yıllar sonunda öz tefekkür qilganda shu naql bo'lganligini naql qarmalı. Ya ular bu naqlga ishonmaslik mumkin. Filosoфlar naql desa unda aqlning cho'ng narsa deb o'ylagan ekan, aqlim bilan buni o'ylab topalayman deb andin bu haqlashib baqdi. O'ylab manda bo'g'itdi deb unda bir chataq chiqib qolib, unda emaskan manda unda emaskan manda deb unda chiqdi o'ylangan. Hatto bilmayman desam bir xil filosof bo'lib qoldi. La adriyamiz. Bilmayman la iqimi var. Bilmayman. Vücudiye bağımızsın. Cambul Sartır'ın. Bir sarangdan biz çıkıp bir xil sarangçı bir gapni o'qib qo'ysam, onun bir felsefe oldu. Mesela eşimizin çıla iqimi var. Şu Avrupa'dan o'qigan iqim bu mu? Eşimden kımmeti yok. Ben eşime işinmeyim. Hiç qanday bir rasamas dünyada. Deydiğim bunda iqim. Ben his qilmayman, o'ylanmayman, unda onu hemen bakanman. Deydiğim iqimi var. Bu anda tefekkür qilish jihatdan eşimde o'ylamayman da ayvanda geçirgan odamga nisbatan bu xil bir isil ish. O'ylanib, tefekkür qilib aqlni ishlatish jihat. Lekin endi biz aqlni ishlatsa bo'lmaydigan yerga bu xuddi pichoqni tashib urib, bizim uchratgandek bo'lmaslik uchun biz vahiy orqali biz bilmoqchi bo'lgan masalani Alloh taolo shundan hammani bilgandan keyin bizga mana bo'lgan bu. Sen başka tercüme ağırma divetken kim ağırmay aqlni unundan başka pichoqni kesilgan go'shtga sey to'g'ragandek buni foydali taraflarga ishlatishimiz. Shoma din munosabatsiz mana falsafa degan ma'qumda islomning u falsafa yo'q. Islomning falsafasi bor. Ya islom falsafasi desak bo'ldi bir narsani deb qolsa, islomning shu vahiy ilib kelgan hayot tushunchasi, dunyo qarashi, go'zallik qarashi Allah Teala'nın bizi qilgan kitobni tushunish uchun qilgan tahlillar va shundan shakllangan iqimlar, ya'ni shu usul fiqh masalan, islom aqida ilmi kalomlari, islomning dunyo qarashi, qimmat qarashi, go'zallik qarashi, axloq qarashi degandek mushulning to'plami islom falsafasi desak bo'ladi. Tajovuzan. Shunda qarasam, aqlga iymon etib ketibman. تلطف من شدته عواطف المودة والحب والشعور بالتضامن الاجتماعي. Bu aqlga ishonishim beklam qattiq bo'lib ketdi deydi. Lekin mushuning shiddati qattiqligini ba'zi narsalar sal yumshatib yengillatadi deydi. Sevgi, muhabbat, do'stlik his tuyg'ulari va ijtimoiy hamdamda bo'lash, yariyulikda bo'lash tuyg'usi, ya'ni insoniy yordamda bo'lash boshqalarga. İnsançılık tuygusu bunu sel yengilet. Hamma narsa aql deb mansaqlam bu beklam qattiq quruq narsa bo'lib qoldi. O muhabbat, sevgi, yaxshi ko'rash, mehr shafqat masalan va insoniy yordam, insonchilik degan tuyg'u bo'lsa, bunu sel yumshatib, chiroyli bezatdim qiladi. ورأيت ظروف الحياة المصرية من حولي سيئة. ما أطرافımdaki Mısır turmushininki vaziyat sharoitlarini nachar ekanligini ko'rdim. Ashaddasu bakla nachar. Munkiratan azaman nukr. Bak yomon demoqchi. La yatma'innu ilayhi ar-rajul karim. Isil bir inson xotirjam u hayotni yashamay qoldigan darajada baklan vayron buzib ketgan.
Mısır'daki muş kişi yaşayan şu devrdeki hayat. Yani kanda yaman bu hayat ise kuvvetun ecnebiyyetun kad istaqarrat fil bilad. Ecnebilaninki harbiy kuchi shu yurtda muqim turvagan. Vahtallat asimataha va thuguraha. Paytaxtini, yani astanasini va chegara ig'izlarini besib olgan. 1800-yillar. Angliyaning kimi ya? Fransiya bosgan, uniki Angliya bosdi. Lekin mushu kishi yashagan vaqtda Fransiya ham Angliya orqadan boshqa vaqtlarda yashagan bo'lishi mumkin. Fugur degan chegara ig'izlari. Tag'ir degan ig'iz. Bu territoriya, masalan, zaminga qarta chegara ig'izlari edi. Masalan, Toshpo'g'on, Qo'rg'os degandek. Wa basatat sultanaha ala marafiqiha wa shu'uniha. O'zining butun nupuzini, huquqini shu yurtningki butun ishlariga va muassasalarga, marafiq degan shu yurtga va muassasalarimiz, maktab, doktorxona, uchi-buchilarimiz. وبقية من حكم تركي قد أخذ منها الضعف فاستسلمت. Türklerinin hükümranlığından asraf bir kaldık bağdaydı. Bu nihayet bek acizlep ketken. Acizlep ketken değil, festeslemet ve stekanet. Şundan bu teslim bulup boysungandı. Mesela Muhammed Ali Paşa aldığın kinki vaklarda Türklerin hükümranlığından kaldık kaşı. Osman İmparatorluğuna tava vakla Mısır. Lekin beklep acizlep ketken bu oğuzka Mısır'ını besivası mı ahaldın ketip bulanmay ona binası dep karıştıranmagan ahval. Ve stekanet yani karlangan, boysungan demek. Kama da'fu ve mestekanu. Ve kânet istikanetiha ve istislamihâ izlâlun li kerâmeti vatan. Aşu Türklerin hükümranlığının teslim bulup boysunuşu da muşu bir vatanının izzetinin harlanışı battı. Yani Mısır şu çağda harlandı demek. Aslı şu teslim olmasa, boysunmasa bunlar harlanmaydı. Türklerin boysunmasa? He. Türkler acizlep ketken. Acizlep ketken iken onun bir öyle düşman bastırıp çesin onu tavalanma, kovdayanmay. Ahvaldı kapka. Min hakkihi en yekuna azize. Aşu vatanınki izzet hürmetlik, aziz bulaş hakkı battı dedi. Ala enneha rağma hâda da'fi vel hunu'i. Şunda da mı? Ala enneha diyen. Şunda turguluk yana muş acizlik ve harlık ehvaldı mı? Hunu diyen zulle, harlık mı? Şunda turguluk mu? Şunda acizlik ve harlık halıtıdı mı? Yana kânet tentehizu el furas. Fırsatlarını kuldum bemetti. Ve tatgâ fi sigaril umur. Bazı küçük işlerden ait edildi işip remzalık getipti deydi. Aşo Osmanlı İmparatorluğu'nunki hükümranlığı. Çoğu işlerde İngilizce besipçiyse bunu karıştıramaydı, kolay çıkaramaydı. Lekin yerlik işlerde, yani Paşa İmparator işlerde yana ben kıldığımını kıldım dep çoğunçılık kıldı demek. Ba'da en acazet an kibariha. Çoğu işlerini tevritişten azı kelgen iken küçük işlerde mana ben fırsat bolsam seklep turttu deydi. Ve cehlun atbaqat zulmetuhu ala-şa'bi. Yana qarang'uliqi butun millatni qoplab ketgan bir nadonliq batdi deydi. Quva ajnabiyya va baqiya min hukm turki andan va jahlun atbaqat zulmatuhu ala-şa'bi. Fazahabat bi qudratihi ala-al-muqawama. Bu millatni nadonliq qoplab ketgandan keyin uning taqobil turish, qarshi turish iqtidorini yo'qotib ketgan. Muqawama degan taqobil turish. Ve kadat tufsidu alayhi min hayatihi kull shay. Uning hayotidagi hamma narsani buzutishga tas-tas qolgan. Tugashtirishga tas-tas qolgan. Wa ra'aytuni hina balagtul 20. Ma'u 20 yoshga berishdan ilgirki ahvolga. 20 yoshga yetgan vaqtimda o'zimni shunda ko'rdim deydi. Madfu'an aqwa ad-daf'i wa ashaddahu ila ashya'a yallati kanat usulan li sirati kulliha. Mening bütün tarjimalimning asli tiga yiltizi bo'lgan ba'zi narsaga noit qattiq berilib ketgan holatda o'zimni ko'rdim deydi. 20 yoshga borgan vaqtimda mening hayotimning bütün ishlarimning asosi bo'lgan ba'zi narsalarga qattiq berilib ketgan holatda ko'rdim o'zimni. Ala kasrati maxtalafa alayya min al-atwar. Atwar degan bosqichlar. Men aqaqidan turli bosqichlar kelgan bo'lsa-mu, yani nurg'un bosqichlarni besib o'tgan bo'lsam-mu, har xil nurg'un bosqichlarni besib o'tgan bo'lsam-mu, ala kasrati ma tavallaytu min al-manasib. Turli mansablarda o'tirib baqqan bo'lsam-mu, mansablarni tutib baqqan bo'lsam-mu, va ma marastu min al-a'mal al-'amma.
umum cemiyet işlerinden şug'ullangan ishlarim ko'p bo'lsa-mu, lekin hammani qilsam, hayotimning asosi bo'lgan bir necha nuqtaga men qattiq berilib ketgan holatda ko'rdim. 20 yoshga chiga vaqtimda. Şug'ullangan. Bundan nefimmi? Yo'q, mavsula ya. Ra'aytuni madfu'an, mesela qanday narsalarga men qattiq ittirilgan yoki qattiq berilib ketgan holatda o'zimni ko'rdimsa, men o'zimni ilan uallima nafsi ma wajadtu ila ta'limiha sabila. O'zimni mumkin qadar o'g'ita olishimcha bir narsa o'g'itishga berilib ketgan holatda ko'rdim deydi. O'zimni o'zim yetildirgan, bir narsa o'g'itgan. Ha, u maktabda o'qishmi ayrim narsa. Lekin da turib masalan o'zligimizdan kompyuter ishlarini o'rganib oldik. Ya'ni o'zligimizdan bir tilni qo'shimcha o'rganib oldik masalan. Yani özlükümüzden de hayat tecrübesi, ticaretimiz. Bunda işlerini uygun oldu. Bu hem de özlükümüzden de uygun olduğun nesle. Mektep bunu üretmedi. Ben üzemine aslında bazısını üzemine üretip bunda kıldığın aleti gördüm demek. فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمِ فِي الْمَدَارِسِ وَالْمَعَاهِدِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَسِيلَةً تُمَكِّنُنِي مِنْ أَنْ أَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِي فِي تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ. Şuna karısam, çünkü de, ferdiğini çünkü de. Nereden bunda dedim. Ben üzemine Üzüm ügütəliğin nəsələn bolsa, üzüm ügütüb, yetildirişkə tirişilğən halətdə buldum 20 yaşdan keyin. Çünki, şunda qarasam, idə degan fücaiyyə. Şunda qarasaq, bu məktəblərdə ilim elişdigan nimada ibarətken, özümge tayiniş üçün bir çare ekan bu. Yani mən ilim ma'rifatni qanda elişdə özümge tayindigan bir çaredan ibaret imkaniyetini berdikan bu. İlim ma'rifat üretmeydi ekan. İlim ma'rifat aldığan çareni kulağına tutuzub qo'ydi ekan bu maktablarda. Ha. Mesela xat o'qishni o'rgatdi, hisob kitob boshqa jiqni o'rgatdi. O'rgatgan ekan, shuning asosan uni o'qib o'zini yetildirar ekanman. Xudamda bir ochiqishni ba'sa, men g'achda xazinani ichiblam qolgancha ilm ma'rifatni ustib olsam o'zimning ishi ekan deganday. Uhassiluha haythu ajiduha. Men tapdan yada ilim ma'rifatni o'zim tahsil qilganman. Fi Misrahina gahi Misrda va fil bilad al-ajnabiyyat ahyanan ukhra. Ko'pincha ahvolda chet el davlatlarda ilim tahsil qilganman. Va fi muasharat an-nas ala ikhtilaf atwarihim daiman. Yana kishilarningki har xil tabiqalari, turlari bakjiq. Aşında tür kişilerinin her xil tabiqadagi xilma-xil kishilarningki ahvoli qarab muomala qilishni o'rgandim deydi. Muasharatun nas. Thumma ra'aytuni harisan ashadda al-hirs ala alla uthira nafsi bi kulli ma uhassilu min al-ma'rifa. Ondan men o'zimni olgan ilmni o'zimdan bilay deb turolmay, boshqalarga bakrak uyutilgan, boshqalarga yetkizishga tirishchiliklarga alat ko'rdim deydi. Bal uhawilu mastata'tu an anfa'a bihin nasa mahma takhtalifu wujuhu naf'ihim. Kishilar qanday foydalanishidan qat'iy nazar, men kishilarga shu olgan ilmim orqali bir foyda yetkazsam-kan degan holatda o'zimni ko'rdim. Shunda foyda yetkazish uchun tirishayotgan holatda ko'rdim. أنفع عقولهم بالتعلم كلما تحدثت إلى الشيوخ منهم أو إلى الشباب. Ularda aqsaqallı olsun, yaşlı olsun, çıkıp bir nasa ügünüş ya ügütüş arqılıq deyil mi? Çoğunlardan ügünüş ve yaşlı ügütüş meselesinde ben ularning aqliga bir payda menfaat yetkazishga tirishayotgan holat ko'rdim. Ve anfa qulubahum bitazkiyatish shuur. Yani ularning dillariga bir payda yetkazman deb urinib turdim deydi. Qanday bo'lsa, uning his tuyg'ularini paklash, tazkiya degan paklash. Tazkiyatun nufus deymiz-ku biz islom dinimizda. Tazkiyatun nufus degan nafsni illatlardan paklash, tozalash degan bo'ldi. Yani at-takhalli deymiz. Nafsan zakiyatan bizga aqatat nafsan zakiyatan zakkaha. Yani tuyg'ularni paklash, yani bu insoniy tuyg'uni illatlardan paklashni ko'rsatadi. Ve dini bir nima yo'q, ha? Ve itharatan awatifal khayr fiha. İnsanning dillarida yaxshilik tuyg'ularini, mehr shafqat his tuyg'ularini bunda qo'zg'atib, kishilarga rahim qilinglar, bunda nacharlik qilmanglar deydigan shaklda yaxshilik tuyg'ularini qo'zg'atishga tirishaman deydi.
ve enfa'u azwaqahum bi tasfiyatiha ve tanqiyatiha. Ularning estetik zavqini, azvaq nima deymiz o'g'ircha? Estetik zavq. Estetik zavq degan bir narsani unda yaxshisini tanlash, go'zalini tanlash, bir narsa buna baho berish, ba'zi narsaning achchiq tushgan ta'min tepiyalash iqtidorini zavq deymiz. Buni estetik zavq deyish mumkin o'g'ircha. Ya'ni go'zallik zavqi deganda. Mesela kiyimni rang bilan parlab kiyishmi u bir zavq. Ma'lum bir xil shaklda dekor bilan jabdushmi u bir zavq. Yani güzellik iqtidori deylar. Güzellik iqtidori nima? Estetik zavqi nima? Uning tozalab, saplashtirib, paklashtirib, ularga foyda yetkazgan bo'ldim deydi. Tanqiya deganmi tozalash. Xuddi masalan suvni tozalashni tanqiya qilmaydi deymiz. La ajidu fi shay'in min zalika jahda. Ma ashunda kishilarga foyda yetkazishda, yordam qilishda baklam unda jafo his qilmayman. Jahd degan jafo. Va la ahtamilu fihi kulfa. Yani odatdan sirtni bak pishib ketgandek menda his qilmayman. Yani nahaytamda menga xo'sh yoqdi bu. Rahat, o'zimning ko'nglimni xo'shlik bilan bunda qilmadim. Besim his qilmayman. Taklif ataytim bir yasalma bir ish qilgandek emas. O'z tabiatimdan chiqarib qilayotgandek his qilmadim. Ve innama amdi fihi rafiqan ka'anni la asna'u shay'a. Men xuddi bir ish qilib bergandek nahayta yumshoq, nahayta siliq bunda ravon ketavermadim. ووجدتني أحاول أن أنفع الناس بدعوتهم إلى المطالبة باستقلال حياتهم السياسية. من yana o'zimni butun xaloyiqni o'zining siyosiy hayotida mustaqillikni talab qilishga chaqirish orqali kishilarga foyda yetkazib turayotgan holat ko'rdim o'zimni dedi. Fi g'ayri havadatin bo'shashmagan holatda, yaltaymagan holatda bir qatim o'tdik biz da. Men g'ayri havadat. Mesela Badr, Uhud g'azotlaridagi g'azot nomida chiqdi. Harb duna havada çıktı. Hada degan qaytishgan bo'ldi, tavba qilishgan. Inna hudna ilayk alladina hadu. Yahudiga shuni Bo'lmamda endi bo'shanlik qilgan degan ma'noda azirmaydi. Tinim tapmay, bo'shab qolmay, yaltaymagan holatda kishilarni siyosiy mustaqillik talab qilishga chaqirib, ularga foyda yetkazgan holatda o'zimni ko'rdim. Fi g'ayri havadatin va la taraddudin va la lin. Yani chiqilib muqammay, bo'shab muqammay, lin degan mishada shavadining o'xshashmas. Ala an yafhamu hadha al-istiqlal as-siyasiyya fahman sahihan mustaqiman la ivaja fi. Lekin mushu siyosiy mustaqillikni to'g'ri tushungan bo'lsa, agar bu emas, rus holatda sog'lom holat tushungan bo'lsa deydim dedi. Fal-istiqlalu bil qiyas ila al-inglizi al-muhtalin khayrun la shakka fi. Çünkü jutni besvagan inglizlarga nisbatan qiyas degan aniga nisbatan. Aning qarab o'lchaydigan bo'lsak, mustaqillik degan sap paydo bo'ldi. Albatta, unda masalan, chiqilib qolmaydigan zot cho'qim mustaqil bo'lishimiz kerak deymiz. Va tabiatul ashya tafruduhu alayhim. Shay'larning tabiati ashunda mustaqillikni ashu xalqga zodi farz qiladi deydi. Yani ashunda majburlaydi. ولكن طبيعة الأشياء تفرض عليهم كذلك أن يطالبوا بالاستقلال بالقياس إلى الدولة التركية العثمانية. Yana şeylerin tabiati yana ularni Osman Türk imperiyasiga nisbatanmi, uningga qartami mustaqillik talab qilishga majburlaydi deydi. Yani ma yengil lekin aning tajovuzligi ig'ir. Ma'ni yengil. Shundadimi? Ig'irdimmi qutulish kerak zaten. Unda ikki aql ixtiloflashib qolmaydi. Lekin ma'nodimmi qutulmoq lozim. Nima uchun endi farrajulul hurrul karim? Chunki hur izzatini saqlaydigan bunda isl odam degan yecib ayakuna sayyida nafsihi va vatani. O'zining xo'jayini va yurtining xo'jasi bo'lish kerak. La siyadata li ahadin ala shakhsi. O'zining shaxsiyatiga, o'ziga va la ala juz'in min vatanihi saghiran aw kabira. Yurtining kichik bir parchasi bo'lsin, cho'ng bir parchasi bo'lsin, qanday bir parchasiga va o'ziga boshqalarning hujumlashi to'g'ri emasmi? Hujum bo'lish haqqi yo'q. Va wajadtuni kadhalika madfu'an ila an usliha nafsi. Men yana o'zimni isloh qilishga qattiq ittirilgan holatda ko'rdim. فأحط عنها من أثقال التقاليد ما لا خير فيه. Şundan özümni ıslah qilish uchun bizning odatni keliyotgan urf odatning ig'ir yuklarini bunda qarab buni yaxshilik qilmay qolsa, uni cho'rib tashlab o'zimni yengillatib, o'zimni isloh qilishga tirishishga holat ko'rdim.
Çünkü örf adet deganning to'g'risin bor, xatosin bor. Bakadan baka bizning odatimiz shunda deb o'zimizni qishinib ketadigan ishlar bor. Shundami? Bu yaxshilik yo'q narsani ochib cho'rib tashlagan holatda uni qutulib va ahawlan ushrikan nas fima abtaghi min hadha al-islah. Men o'zimni isloh qilayotgan bo'lgan ekan, bu bir foydali ish. Boshqalarni shunda bir isloh qilsa ekan, bunda tuzalsa ekan, bunda foydasiz ishlardan qutulsa ekan deb boshqalarni shunda bir foydalikni umid qilgan holatda ko'rdim deydi. Thumma utihat li fursatun nuhudi bi idarati sahifatin kabira. Andın menga cho'ng bir gazetning mudirligini tutib taraqqiy qildirish, nuhud degan qad ko'tarish fursat kap qoldi, utihat li degan. Ataha laha lisan hasud dediqo. فتهيأ لي من وسائل الدعوة إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي. شغلًا مع سياسي اجتماعي ومدني إصلاحات çağırış kuralları tayyor buldu dedi. Yani gizli teşviklerden buldum. Vel huluki ve ahlaki cihetten, medeni cihetten, içtimai cihetten, siyasi cihetten ıslah kılışka çağırdığın imkaniyet bana yaratıldı. Ma kuntu atamanna. Men aşı ümit qilgan şekilde imkan yaratıldı. Vel huluki, ahlaki demek. Ve iza da'vati ila hadal islahi tunshar ve ya'zumu intisharuha. Şunda qarasam, kunlarni bir yani bir ikki ay shunda o'tmay, 3-4 ay o'tmaydim shunda qarasam, mening shunda islohotga bo'lgan chaqirtim sayfilarda, gazetda tarqalayotgan, uning tarqalishi keng ko'lamda bo'layotgan ishlar bo'lib ketdi deydi. وما أسرع ما حاولت أن أجعل من دار هذه الصحيفة معهدا للعلم. مشو صحيفة مش جزء نشرات إدارة دار دينا مش جزء نشرات إدارة من uzun ötmeyle ما أسرع ديان نهاية تزلكته uzun ötmeyle مش جزء نشرات إدارسını ilim marifat enstitütüge aylandırıp buldum diye. وإذا أنا şunda qaraydigan bolsam, ana ad'u şababa ila muhadarat. Yaşlarni men leksiyalga chaqirib o'tibman. Va ahadith yasma'unaha minni. Mendan anglaydigan suhbat va leksiyalga yaşlarni chaqirib turibman. Va min jama'atin min khassatin muthaqqafin. Yana buni ziyolilardan nəhayət tanlanğan, alohida iqtidorli ziyolilardan bir guruh kishilardan ashuna leksiya anglashga chaqirgan holat ko'ribman. وإذا فكرة لجامعة تنشأ. Şunda turuplan yeniden kurduğum bir üniversiteninki planı, o fikri xiyali kep kaldı deydi. Ve yetahaddathu bi'an-nas. Kişilerimiz onun gepini kıygıltıdı. Yani bir üniversiteden bizi kursak buldu degan o fikir kep kılıp, hemmeden bunun gepini kıldan bulup gitti. Ve teşteddu da'vatu ileyha. Onunla çağırık nəhayət küçüyüp ketip bağan. Ve isticabatu laha. Onun qollab qollaydiganligi nəhayət küçüyüp ketip bağan bulup ketdi. Ve ma hiya illa fatratun qasiratun hatta wujidatil jami'a. Uzun müddet o'tmayla üniversite qurib bo'ldi. Çünkü nurg'un pul yig'ish qildi o. Mesela Talat Harb Xalq bankasini qurishga pul to'plagan imkondek, bumi üniversite qurishga pul to'plagan. Uzun o'tmayla üniversite qurilib bo'ldi. على رغم السلطتين اللتين كانت إليهما الأمور في تلك الأيام سلطة القصر وسلطة الاحتلال شو çağlarda şu küllerdeki iki hükümranlıkninki narazılığı qaramay üniversitesi qurulib ketdi. O iki hükümranlık nimeden ibaret ise qasrning hükümranlığı yani Mısır'daki şu çağda qo'rchoq bir hakimiyet vardı. Şunun hakimiyeti ve yana tajovuzchilarninki hakimiyeti. Bu ikisi elbette Mısırlıklar milli üniversiteden birini kurup bu milletinin evlatlarına yetilip koyuşunu halmaydı. Ama bunu şunda toskuluk kıptısı mı? Yana onun parva kılmasın bu üniversite yani kurulup gitti. Çünkü şiir bağı İzâ şa'bu yevmen aradal hayâ felâ budda yestecibel qadar. Halk yaşayman dedikken takdirimi onunla makul depirdi. Kurumuzda yani kurup İngilizce mi toskuluk kıpılanmadı. İngilizler üniversite kurmaptı. Bilmaydı. Azizil dini mektep açıban da baksa bunun diken. Bu da şu erken mektep üniversitemizde kurumuzda kurulu şu çağ. وقد صحبت الجامعة منذ إنشائها. من أشو üniversitenin kurulgan gününün tatip men baştan ayak hemravlap geldim. Aşo kalladaki bir oy fikir boğandan tatip bununla meblağ toplaş, kuruş, fillallaştan hem baştan ayak men bille boğantım dedi. وجاءت في سبيلها ما أطقت الجهاد
Va shuning yo'lida, shu universitetni qurish yo'lida men bardoshlik beroladiganlar, tirishchanlik, kurash bo'lsa, uningga men chidab kurash qildim. Valam ufariqa illa karihan. Men undan faqatlam mecbur holatda, ayrılışni yoqtirmagan holatda ayrılib ketdim. Hayna qadat alayya bizalika az-zuruf. Vaziyat menga shuni taqozo qilgan chaqda ayrılışni yoqtirmagan holatda mecbur ayrılib ketib qoldim. Chunki bu ba'zi ishlarga norozilik istifa bergan. Masalan, tavsiyani ishdan bo'shatgan chaqda bu norozilik bildirib istifa bergan, ayrılgan. Bu kishimi ma'rif ministri bo'lgan Ahmad Lutfi. ولكني كنت أفارقها لأعود إليها. لكن ما أيرسam keyin yana fursat bo'lsam o maktabga qaytib kelish uchun ayrilgandim. Yani qaytib keldim. Hatta ittarratni ila an arqubaha min ba'id. Oxiri majbur bo'lib qoldim dedi. Uni ijroqda kuzatishga majbur bo'ldim. Yani ishlayolmadim axir. Chunki besim ig'irdi. Mana bunda qilib tursa, unda qilishing kerak deb besim qilg'achqa men ishlab turolmadim dedi. وأرقب ما أنشأت من جامعات أخرى في أقطار مختلفة من مصر. يعني مصر ننكي يعني أشو قاهرة نفسها ما إشليم ما يخيره بسم تفيلدر. Onun başka Mısır'da neçe jutta, neçe şehirde, neçe üniversite kurgan. Şu mağrib üniversite boğan çağı kurgan boşun. Cemaatla inşamızın şu an devrini kurgan. Belki. Şu tarihseyini şu cemaatla inşamız asas sağlandı. Şu çağlar mı? Tavsiyem mağrib üniversite boğan. Şu okuşunu bekada kılıp etkedim şu. Tavsiyem. Ezeriye. Diyanetli mücahitin cütanda boşu mu? Peki Mısırlıkla okuşunu bekada kılıp etken. Demek bu kişi baştan tatip çıkarıp üzütken köçetmen darak bulup kılışın şunda kürek mülkan bolsun onu keştiranmay mecbur onda ayrılıp lekin onun başka Furkan üniversitelerinin da jiraktan küzütüp turuptu. Radiyan an zalike a'maqir rida. Buna çonqur ko'nglimdan razı olgan holatda. Mughtabitan bihi ashaddal irtibat. Naati xush bo'lgan holatda demak. Irtibat degan xushallik. Yani ben necem obdan mektebini kurib oldim. Buldu bilan başqa ish qilolmasam, men qurgan maktablar millatining farzandlarini o'qitib, yedirib qilayotganini ko'rsam bo'ldi menga kifoya deb. ولم ينقطع جهادي في سبيل الاستقلال السياسي والإصلاح الاجتماعي. Benim siyasi müstakillik ve ictimai islahat ilip beriş yolundaki küreşlerim to'xtab qolmadi, üzülüp qolmadi. Hatta utiha li an ara tahaqquqi hada al-istiqlal. Hatta ahirataga men shunda kurashga asqati yurib, menga ash mustaqillikning vujudga chiqishini ko'rishimga nisib bo'ldi. Shu hayotida nisib bo'libdi. وتقدم الإصلاح الاجتماعي والثقافي خطوات بعيدة المدى. اجتماعي ومدنيات sağlardaki ıslahatla ilgililer verip naite çoğun kademlerini besip öttüreydi. Ba'idal mada degan orliqlar jiroq cho'ng qadamlab ketdi demak. Va idan nashatu mustaqillan tamuhan ila al-ilm. Shunda kechirmishim shunda. Bunda yetildim. Demak men shunda mustaqil bir tafakkur qiladigan bo'lib yetildim. Tamuhan ila al-ilm. Ilmga naite intilib turdigan. Ilmga tashna. Ragiban fil islahatni xohlaydigan bo'lib yetildim. وزادتني تجارب الحياة استمساكا بهذه الأصول. Hayat tecrübelerimmi mening mushu asas mijaz yoki asas tabiatning texmi ching tutishimga sabab bo'ldi deydi. Hayat tecrübelerim mushu asas nuqtalarni ching tutishimga sabab bo'ldi. Yani ilim erishga tashnalash, davomli islohot qilib berish deganda mushunda ishlarda ching turishimga sabab bo'ldi. Va dafa'ni ila ad'u ilayha daf'an. Men ashunga tashabbus qilishga meni qattiq ittirdi. وأقنعتني بأن الرجل كل الرجل. يعني من قناعتندودك حقيقي أغل بلدگان الرجل كل الرجل جان حقيقي مرد أغل ولا ديگان ومن أحب الخير و yaxshilik qilishni yoqtirgan kishi, haqni yoqtirgan kishi, go'zallikni yoqtirgan kishi va shuning yo'lida shuni qo'lga keltirish uchun kurash qilgan, jihad qilgan kishi ولم يؤثر نفسه بما يتاح له منها. Aşında nasilden. Yani xeyr ve haq ve güzellik, aşında nasilin qulluq kelgan nasilni ve üzerinden faydalansam bo'ldi, mallam ego olsam bo'ldi demigan.
başqalarga mı ötünalaydigan ve inma yüşrikun nas kullahum fihi. Bütün insanlara aşın tan ortak faydalanışını sunalaydigan kişi hakiki oğul bala dep qanaatlandirdi beni deydi. Kezalike neşat. Ana şunda yetildim ben. Ve ala zalike madaytu fi hayati. Şu tariqada ben hayatımı sürdürdüm, yaşadım. Ve bizalike vecedet nefsi es-saadete kulle saade. Yuqruqlar bilan mening ko'nglim bütün baxt saadetini topdi, shunga erishdi. Qanday saadet desa, es-saadete allati lam tatruk li thiqal al-ahdath ve mararat az-zurufi bayna hin ve hin sabila ila nafsi. Shunda bir baxt saadetga vaqalarninki ig'ir besimlari yoki vaziyatning açıq şükleri bulup kilovattan pat mında bulup turdumdu. Vakalı bulup turdu, onun besimleri oldu, vaziyetinin ait açık şükleri buludu. Aşonunga benim ko'nglimga hech qanday ta'sir qilishga yo'l bermedi bu bahsadi. Men o'zimni shunda baxtli his qilib turdim. Walam tastati an tasrifani anil amali. Meni mush vaqalarning açık şükleri, besimi ümittin jirak ketkizib ümitsiz kaldıramadı. Yani işsiz mi kaldıramadı? İşlep tuttum. Hareket kılıp tuttum. وَالْاِغْتِبَاتِ بِنَتِيجَةِ الْعَمَلِ وَالْاَمَلِ. Yani ümit olan işininki neticesiyle hoşulaştın, jiraklaştıramadı. Konumu hoş tuttum. وَاَرَانِي اَشْبَهَ شَيْءٍ بِالْمُسْعِدِ اِلَى قُمَّةِ الْجَبَلِ. Keyin ahırda daha karasam, üzerine onda köydüm dedi. Huddi tağının çok sığa ürlevatkan bir adamda köydüm. Qimmatul jabal, tağının çoqsi. Yasluku ilayha at-tariqa allazi tastaqimu hinan ve taltawi hina. Taqqa chiqayotgan, yamishayotgan kishi ba'zida tuz yo'l uchrab qolsa tuz yo'lda mangadi. Ba'zi tuz yo'l tugab qolsa, agar bugri chig'ir yo'llarda mangadi. Shunami? Taltawi degan agri bugri bo'ldi degan. Bir oyatda dugo lawwa ru'usahum u ham uyg'lab burilib qaraydi degan. Multavi deb masarif to'qdingmi? Shu gap. ويلقى ما يلقى المسعدون من هذا الجهد الشاق الذي لا يخلو من عذوبة. Yani aslında na cepalık, muşakkatlik yolunu besip tağ üstüge örülayotgan kişiler uçurtilgan. Yani bula şunda cepalık kadam elip örülayotgan bolsunmu? Bunun cepalık kadamları bazı bir tan, tatlıktan hali emasdir. ولا يخلو من أمل ümittim hali emasdi. Hatta iza balagal qimmata jalasa mubtaghiyan lirraha. Ahire bu tağның çoqısına yetip bağa vaqtida aramlash uchun da o'tirdi. Yanzur ila ma bayna yadayhi min hadhihi at-tariq allati qata'aha. O'zi besib o'tgan mush yo'llar oldidiki, bunda past tarafda qarab tursam yo'lni ko'rindi-ku. Besib o'tgan masofalarga mush yo'llarga shunda qaraydi dedi. ومن الحياة التي تضطرب من حولها أترابدن parakende bo'layotgan hayotga qaraydi. Qanday qaraydi desa, bunda nimaga chiqib bo'lib, bunda qarab, radiyan nafs, mutmainnal qalb. Ko'ngli rozilik bilan, dili xotirjam, rajiyan min a'maqi damirihi an yutaha lish-shabab mithla ma utiha lahu min saqatin min nafs. O'ziga nisbat bo'lgan shu ishonch, o'ziga ishonch qilish. Şu işini zaten bunda qilishimiz kerak deb, shunda qilib, endi bir natijaga erishdik. Bunda bir imkoniyat boshqa yoshlarga bunda nisb bo'lgan bo'lsa ekan deb chin dilidan umid qilgan holatda unda o'tirdi deydi. Va atimadun alayha, o'ziga tayanishgan. Alayha yani ala nafs. Va hubbun lil khayr, yaxshilikni suyish. Va ida'atun lahu, yaxshilikni yeyish, qanot aydirish, taqtish. Va shawqun ila al ma'rifa, ilm ma'rifatga bo'lgan qattiq ishtiyoq. Ve tamuhun ileyha, aşun intilish. Bizga nisb bo'lgan mushunda narsalar yoshlarning bir nisb bo'lsa ekan, biz mushunda narsaga erishib, mushu uzun musofirni besib, ma ishni qilib, ma yogi yetib ketdimiz. Bizning keyingi avlodlarmi mushunda ishlar nisb bo'lib, ashunda bir yaxshi ishni qila olgan bo'lsa, deb qarab o'tirgan holatda hayotning ta'minini tetib o'tirar ekan. Yani bu o'zi qilgan ishlarningki mevasini ko'rib, necha universitetni quribdi. Üniversiteye adetki bunda mektep emas'a, buna çoğun narsa. Bunu qurish uchunmi jiqish ketadi. Bir üniversiteye çoğun narsa. Bizning diyorimizda bor, bir ya ikkisi bor. Shunda üniversite var. Qashqardagi pedagogika Darul Muallimin.
Adam Mısır'da neçe üniversite kurup. Adli gapimiz. Es-sikatu bin nefs, özüge işiniş. Ve hubbil hayri ve idaatihi, yaxşılıkni söyüş ve onu qanatday duruş, tarqitish. Ve talabul ilmi mastata'a lehu talaba. Alalığınca ilim talab qilish. Ve li'tidadu bil kerameti vel hurriyeh. İzzet ve hürriyet. Aşulni chung bilish. Vel hirsu alayhima. Aşuna ait hirisman bulash. Min hadihil khisali i'talafa mazhabi fil hayah. Yuqorqi mush xislatlardan mening hayotdagi tutgan yo'lim tarkib topgan. İslomiy e'tiqod bo'lib ketgan bo'lsa, mukammallashib ketdi ekan. Bu hamda normalda insonchilik, xayr so'yarlik, vatan so'yarlik, ma'rifatparvarlik, bunista yaxshi odam ekan. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.